Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar. 2024-yilda Biznesni rivojlantirish banki Aksiyador tijorat bankining 2024-2026 yillarga mo'ljallangan rivojlanish strategiyasi ishlab chiqilgan va o'tgan yilning 19-iyun kuni bankning kengashi tomonidan tasdiqlangan edi. Bugungi chiqishimiz orqali sizlarga mazkur strategiya ijrosi doirasida o'tgan 1 yil mobaynida amalga oshirilgan ishlar haqida axborot berishni niyat qilganmiz. Bankning strategiyasida ko'zda tutilgan maqsadli ko'rsatkichlarga erishish uchun bugungi kunda 40 ta tashabbus va 107 ta tizimli yondashuvga ega vazifalarni amalga oshirish belgilab olingan. Strategiyada ko'zda tutilgan 4 ta strategik maqsadlardan biri kuchli korporativ madaniyat va aniq natijaga intiluvchi jamoa shakllantirish maqsadida bankni rivojlantirish strategiyasining mazmun mohiyati, maqsadi har bir xodimga yetkazish uchun hamda Agile, PMBOK va Change Management yo'nalishlarida o'quv mashg'ulotlari tashkil etildi. Bankning top rahbar xodimlari transformatsiya jarayonlarini boshqarish, sun'iy intellekt texnologiyadan foydalanish mavzusida Yaponiyaning Yamagata universitetlarida Kaizen va Lean Management asoslari asosida mavzular bilan o'qitildi. Kichik biznesga kompleks xizmat ko'rsatish bo'yicha tanlovda birinchi bank bo'lish strategik maqsadlarimizdan yana biri bo'lib, unga erishish uchun bankda Agile metodi asosida chakana hamda mikro, kichik va o'rta biznes segmenti mijozlari tajribasini yaxshilash va biznes jarayonlari samaradorligini oshirishga qaratilgan yangi mahsulotlarni qisqa vaqt ichida taqdim etish tizimi yo'lga qo'yildi. Xususan, yuridik shaxslar istalgan vaqtda masofadan turib hisobni boshqarish va operatsiyalar uchun BRB Business 24/7 platformasi yaratildi. Underwriting, scoring tizimlari hamda onlayn kreditlash tizimi yo'lga qo'yildi. BRB mobil ilovasi orqali mikraqarz, avtokredit, ta'lim va ish haqigacha onlayn kreditlar joriy qilindi. Yangi xalqaro pul o'tkazmasi AstraSend tizimi ishga tushirildi. CRM tizimi orqali mikraqarz mahsulotini mijoz banki bir marotaba kelishi bilan ajratish imkoniyati yaratildi va qaror qabul qilishda underwriter ishtiroki qisqartirildi. Bank kartalari uchun dizaynni sun'iy intellekt asosida tanlash, buyurtma berish va yetkazib berish kabi mahsulotlar va xizmatlar joriy qilindi. Korporativ kartalarni to'ldirish jarayoni to'liq avtomatlashtirildi va natijada mijozlar bir necha soniya ichida pul o'tkazishlari mumkin hozirda. Yuridik shaxslar uchun kredit konvert tizimi ishga tushirildi. Bankning yo'nalishlarida strategiyada belgilangan maqsadlarga erishish uchun 33 ta loyihalar amalga oshirilmoqda. Bugungi kunda 11 ta loyiha to'liq ishga tushirildi. Compliance nazorat tizimi avtomatlashtirildi. Natijada kunlik o'rganishlar vaqtini tejash, kamchiliklarga keng miqyosda tahlil o'tkazish, ularni tizimli hal qilish imkoniyati yaratildi. Station antifraud joriy qilinish natijasida mijozlarning 24.5 milliard so'm mablag'lari tahdidlardan himoya qilindi. Shuningdek, Process Mining raqamli platformasi ishga tushirildi. Buning natijasida biznes jarayonlarini tahlil qilish va optimallashtirish bo'yicha amaliy yechimlar ishlab chiqish tizimi ishga tushirildi. Bankning BRB-Tech IT markazi tashkil etildi. Markaz tomonidan 9 ta yangi IT loyihalari amalga oshirilmoqda. Loyihalarni boshqarishda Kanban tizimi yo'lga qo'yildi. Bu tizim yordamida loyihalarni boshqarish jarayonining samaradorligi ancha oshdi. Biznes rentabelligini va aksiyadorlik kapitalini oshirishga qaratilgan strategik maqsadga erishish yo'lida amalga oshirilgan ishlar natijasida joriy yilning 5 oyi davomida o'tgan yilning mos davriga nisbatan bankning asosiy moliyaviy ko'rsatkichlari salmoqli o'sish kuzatildi. Xususan, bankning aktivlari joriy yilning 1-iyun holatiga o'tgan yilning mos sanasiga nisbatan 6.5 trillion so'mga yoki 23% ga ko'payib 35 trillion so'mni tashkil etdi. Bank tizimida aktivlarning umumiy hajmi 830 trillion so'm tashkil etgan bo'lsa, bankning bozordagi ulushi 4.2% ni tashkil etdi. Kredit portfeli 2.7 milliard so'mga yoki 13% ga ko'payib, jami 23.8 trillion so'mni tashkil etdi. Shundan 46.7% mikro va kichik o'rta biznes va 53.3% chakana biznes ulushiga to'g'ri keladi. 2025-yilning 5 oyi mobaynida mikro, kichik va o'rta biznes yo'nalishida jami 2.4 trillion so'm kredit ajratildi. Depozitlar qoldig'i 4.5 trillion so'mga yoki 1,5 barobarga ko'payib 13.2 trillion so'mni tashkil etdi. Bank kapitali 1.2 trillion so'mga yoki 33% ko'payib 5 trillion so'mni tashkil etdi. Bankning jami daromadlari joriy yilning 5 oyi davomida 3.7 trillion so'mni tashkil etib, o'tgan yilning mos davriga nisbatan 2 trillion so'mga yoki 2.2 barobarga oshdi. Bankning sof foydasi 266 milliard so'mni, kapital rentabelligi 13.1% ni, aktivlar rentabelligi 1.9% ni tashkil qildi. Moody's Ratings xalqaro reyting agentligi kuni kecha bankning uzoq muddatli depozit reytinglarini 1 darajasida tasdiqladi hamda prognozni salbiydan barqarorga ko'tardi. Qadrli yurtdoshlar,
Biznesni rivojlantirish banki aksiyador tijorat bankining strategiyasidagi maqsadli ko'rsatkichlar bozordagi muhit va imkoniyatlar, texnologik trendlar, shu jumladan iste'molchilar talabini tahlil qilish asosida belgilangan. Kelgusida ham bu maqsadlarga erishish uchun inson kapitali va texnologiyalarga investitsiya qilish hamda raqamli kanallarni rivojlantirish orqali mijozlarga yangi qiymat yaratish hamda noyob mahsulotlarni taklif qilish ishlari jadallashtiriladi. Bank mahsulotlari tarkibi muntazam yangilab boriladi. Bunda nomoliyaviy xizmatlarga e'tibor kuchaytiriladi. Bu yo'nalishdagi erishilgan natijalar bilan kelgusi chiqishlarimizda axborot berib boramiz. E'tiboringiz uchun rahmat.